juda ko'p ayollar erim ruxsat bermadi, raqsga tushmayman deb aytishadi. To'g'ri, ommada qayerda kimnidir oldida raqsga tushish bu ko'pchilikni qadriyatiga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri, lekin uni mohiyati nimadaligini anglagandan keyin, uni to'g'ri tushuntirgandan keyin, menimcha har qanday inson buni tushuna oladi va birinchi navbatda biz ichki holatimiz tashqi holatimizni olib keladi. Ichimizda o'zimizda qo'rquv bor, o'zimizga ruxsat berish yo'q. Shuning uchun ham tashqaridan hamma nima qiladi? Raqsga tushing, vannaga kirib raqsga tushing yoki o'zingizni xonangizda raqsga tushing. Uni oqibatida sizni kun davomida kayfiyatingiz a'lo bo'lishi, negativlardan qutulishingiz va ishdan kelganda jonisi yaxshi keldingizmi, bugun shunaqa energiyaga boyman deyishingizni menimcha turmush o'rtog'ingiz navarot xohlagan bo'lardi. Menimcha to'g'ri so'zlar bilan to'g'ri yetkazish juda muhim.